أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Avlod ovozliq asarlari. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azotdan qaytib kelgan chig'inglarda ular sizlarga g'azotdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zri bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zri bayon qilmanglar. Sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Allah va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amallaringlarni ko'rib turadi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yoshurun va oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah sizlarga bütün qilmishinglarni aytib berdi degan. Ular, ya'ni munofiqlarning yeniga qaytib borganinglarda ular sizlarning ularni ayblamasliginglar uchun yolg'on o'zirlar bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yüz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nijisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning bordigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Allah fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Arablarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Allah payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah mahluqotining ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Arablardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashishinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uch, ishlarini bilib turg'uchidir. Arablarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinlikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizdi. Allah haqiqatan mu'min bandalarga nihoyatda mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmı Allah'tan memnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda Arablardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan, o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytariladi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zir etmedi. Ular yaxshi ishqa yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir.
Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Nihoyatda mehribondir. Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadiqa hisobida olgin ki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki, sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Allah ularning so'zini anglab turguchi, niyatlarini bilib turguchidir. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tavbini bakmi qabul qiladiganligini, nihoyatda mehribon ekanligini bilmamdu. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amallaringlarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rib turadi. Yo'shirin va oshkora narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilisizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Yana bir qism jihodga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ba'zi kishilar mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrni kuchaytirish, mu'minlarning orasini parchalash, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Allah guvohlik berdi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimag'in. Birinchi kunidan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'ydigan kishilar bor. Allah ishki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uchilarni do'st tutadi. Dinning binosini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yarning girvikiga qurib, o'zimi uning bilan billa dozoq o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Taki ularning yuraklari par-pari bo'lib, o'lmigicha ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar dillaridagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qolaverdi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turguchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilguchidir. Shubhisizki Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qilguvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdanmi bek vafo qilguvchi kim bor? Ya'ni Allohdanmi vafodor ahadi yo'q. Qilgan bu sodanglardan xo'shal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Gunohlardan tavba qilguvchilar, ixlos bilan ibodat qilguvchilar, Allohga hamdu sano aytquchilar, ro'za tutquchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilimlariga rioya qilguvchilar,
ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Müminlarga jannat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarga va müminlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqquni bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgir qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p ahchak kuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Alloh biror qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Alloh haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhisizki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Alloh haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tos qolgandan keyin Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Alloh ularga to'liq marhamatlik, nihoyatda mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor to'yilgan. Ularning jonlari siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bekmi qabul qilguvchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rastçılar bilan birga bo'linglar. Madina aholisi va ularning atrofidagi Arablarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qilib qilishi o'zlarining oromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihadga chiqmay qilib qilishdan ma'ni qilish. Shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchirgan ussuzlik, tartgan jafo mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami, dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi. Müminlarning hammasining jihadga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi dinni olim bo'lib, ular qavmining qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqi ilm talab qilishga chiqmadi? Ey müminlar, sizlar o'zinglarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni
sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishinglar og'rimasin. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allah taqvodorlarga madadkordir. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu, ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Müminlarga keladigan bo'lsak, har bir surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmo azvaylidi. Texmo gumrohlashdi. Ular kafir peti o'ldi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining pash qilindiganligini bilmamdu. Ondan ular tavba qilmaydi. Ya'ni nifoqdan qaytmaydi. İbretni olmaydi. Ular Peygamber aleyhisselamның huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarishib, sizlarni birarsi ko'rib qolarmi deyishib tikib etadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Allah ularning dillarini o'zgartirib etdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga eg'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga erisdir. Müminlarga amroqdir. Nihoyatda kuyunchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iman etishdan yuz o'rsa, sen Allah menga kifoya qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Allohdan boshqa hech ahadidan umid kutmayman va hech ahadidanmi qo'rqmayman. U buyuk arshining parvardigoridir degan. 10-sura Yunus. Mekke'den nazil bo'lgan 109 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sura Yunus 109 oyat. Mekke'den nazil bo'lgan nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmetlik kitap. Yani Kur'an ayetleridir. İnsanların birge, yani Muhammed aleyhisselam'a, insanlar, yani kafirlerini Allah'ın azabıdan agahlandırgın. Müminlerge Perverdigarının dergahida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanadi. Kafirlar bu haqiqatan oshkora sehrgardir dedi. Shubhisizki sizlarning parvardigoringlar Allohdir. U osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah xaloyiqning ishlarini o'z hikmatiga muvofiq idora qilib turdi. Qiyomat kuni har qanday shafaat qilguvchi oldi bilan Allohning iznini oladi.
Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Vaz nasihat olmamsizlar? Qiyomat kuni hammanglar Allah'ның dargohiga qaytsizlar. Allah'ның va'dasi haqdir. Shubhisizki mahluqotni dastlabda Allah yaratgan. Ularni halok qilgandan keyin qiyomat kuni iymon etganlarni va yaxshi amal qilganlarni adillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildirdi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah quyoshni nur chashquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki büyük hikmet ve zor paydalık üçün yarattı. Allah ayetlerini kudreti ilahini biladigan ve onun hikmetini fikir kılıdığan kavim üçün tepsili bayan kılıdı. Keçi bilen kündüzünün növetleşip turuşuda Allah asmanda ve zımında yaratkan şeylerde Allah'tan korkuduğun kavim üçün hakikaten Allah'ın barlığını ve birlikini körüstüdüğün nurgun alametler var. Şübihisiz ki biz bilen mulakat buluşunu ümit kılmaydıganlar, yani Allah'a mulakat buluşunu közlemeydiganlar, dünya tirikçilikinden behriman buluş bilenla razı bolganlar ve onun bilen aram tapqanlar, bizning oyatlarimizdan g'afil bo'lganlar, ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi. Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarni Parvardigori ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar eqib turadigan nozu ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salomi ahli do'zax chekayotgan azobdan aman bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar Allah kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularning ajli cho'qim yetgan bo'ladi. Ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tengirqab yurishga qo'yib beramiz. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, yotsudu, o'ltirsudu, tursudu, uni dabiy qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tirib etsak, go'yo uni ko'tirib etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtiradi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyliq ko'rsatildi. Sizlardan ilgiriki ummatlar zulm qilganda, ya'ni kafir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni elib kelgan edi. Ular
payg'ambarlar elib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni, ya'ni Makka mushriklarini shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qiladiganliklaringizni ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rinbosar qildik. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart. Ilohlarimizni sökkanning o'rniga madihla. Haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartalmayman. Men faqat man qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osilik qilsam, albatta büyük kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Alloh bu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allohga yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erishamaydi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular, ya'ni butlar Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilar deyishadi. Acaba osmonlarda va zaminda bundaq narsa, ya'ni Allohning sheriki yoki shafaat qilguvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar? Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni islom dini dedi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi. Butlarga cho'qinishdi. Parvardigoringning oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliğ qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubhisizki, menmu sizlar bilan shuni kutuvchilardanman. Kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarayotgandan keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mikr ishiltishga, ya'ni inkor qilishga aldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mikr uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mikringlarni yezib turadi. Allah sizlarni quruqliqda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kemalar ustida safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib, mayin shamolda mengayotgan
va bu shamoldan ular xo'shallanayotgan chog'da birdilla bo'ron chiqib, kemi o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemidagilar qo'rshivilinganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarni tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Allah ularni u balodan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzuqchilik qiladi. Ey insonlar, buzuqchiliklarning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning bahosi yo'q shahvatlaridan bahramon bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishida, ne'matlarining bahosizligida, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari unib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan, hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egilari uningdan mo'l hosil elishqa jazmi qilib turgan chog'da nagahon kechsi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdida ziroatlarni tunugin, ya'ni ilgiri yo'qdek, butunlay o'rib tashlangandek qilib, ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurgizdigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Allah kishilarni omon joyga, ya'ni jannatga da'vat qiladi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qoriliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ani shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uchilardir. Dunyoda yomon ishlarni qilg'uchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shuningga loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldirguchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining parchasi bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mu'minlarni, kofirlarni hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga sizlar Allohga sherik keltirgan butlaringlar bilan billa o'rninglarda midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayıraymiz. Ularning sherik keltirgan butlari aytidi: sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishlaringlarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishqa Allah kifoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Ya'ni biz ko'rmaydigan, anglamaydigan, his qilmaydigan jonsiz edik. Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallari ustida siniladi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb
da'vo qilgan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib, kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqaradi? Tirik shaylarni o'lik shaylardan kim paydo qiladi? O'lik shaylarni tirik shaylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qiladi? Ular bularga javoban Allah deydi. Aytqinki, Allah'tan g'ayriga cho'qinish bilan Allah'ning azobidan qo'rqmamsizlar? Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilg'uchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nimishqa imondan yuz o'rib, gumrohlikqa burilib ketsalar, Parvardigoringning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning butlaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Allah mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladi. Nimishqa haqdan botil tarafga burilib ketsalar? Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklay oladiganlar bormi? Aytqinki, Allah gumrohni haq yo'lga yetaklay oladi. Gumrohni haq yo'lga yetaklay oladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi? Yoki gumrohni haq yo'lga yetaklay olmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa mundaq botil hukm chiqarsizlar? Ularning to'lisi butlarga e'tiqod qilishda faqat farazgili tayinadi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Allah ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Allah belgilagan ahkamlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib yiqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmu o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarab boqqin. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor. İşenmeydiganlarmı bar. Parvardigoring buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir.
mening amalimdan sizlar ada judosizlar. Sizlarning qilmishinglardan menmu ada judaman. Ya'ni birov yana birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Ularning ichida Qur'on o'qiganingda sana quloq soladiganlar bor. Sen gaslarga, ya'ni Allah anglash iqtidorini elib tashlaganlarga ular hech narsani tushunmasimi anglata olamsan? Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'ralmasimi? Ko'rlarni hidoyat qila olamsan? Shubhisizki Allah insonlarga qilchi zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Allah ularni hisob elish uchun yig'adi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilinadi. Ular o'zaro tanishadi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini san ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldır bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Allah xohlamaslar, men o'zimdan ziyonni dabiy qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi. Birdammi ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchu, agar Allohning azobi sizlarga kechishi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda ondan uningga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxir qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyiladi. Ular sendan u, ya'ni va'da qilingan azob, o'lgandan keyin tirilish rostmi deb so'raydi. Sen, ha, Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutula olmaysizlar degin. Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kofir, yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib etadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yo'shirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlarga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi.
Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Allah o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning jiqqan dunyo mollaridan yaxshidir. Aytqinki, aytib yiqinglarchu, sizlarga Allah tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Allah sizlarga mundaq qilishga izni berdimi? Yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Shubhisizki Allah insonlarga marhamatlikdir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish vaqtida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda nozun ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar beriladi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning sana sen payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga salmasin. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Allah sana madadkordir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Amallarini bilib turg'uchidir. Rastla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Bandasidir, maxluqotidir. Allohni qo'yib butlarga cho'qinadiganlar faqat yo'qlang parazgili tayinidi. Ular faqat jo'ylaydi. Ey insonlar, aram elishinglar uchun Allah sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. İbret quluqi bilan anglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, ya'ni kafirlar, Allohning balasi bor deyishdi. Allah buningdan pokdir, behojatdir. Ya'ni baliq qilib elish ehtiyoj uchun bo'ladi. Allah bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir.
Allah'ның balası бар деген bu sözünlarda hiç qandaq pakitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim eg'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilib elinglar. İşinlar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkori bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yüz o'risanglar, sizlardan yüz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rg'inim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysung'uchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida birga bo'lg'uchi mu'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin bosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdik. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsiga iymon etishmadi. Kufrda haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglarga nurg'un mo'jizlar bilan avatdik. Ular iymon etishdan bo'yintovlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir, dedi. Musa: sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr damsizlar. Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonalamdi, dedi. Ular: sen bizga ota-bovlarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz, dedi. Fir'avn mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar, dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga: arg'amcha va hosillaringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar, dedi. Ular tashlaganda Musa: sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi, dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi
Allah pakitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. Musa faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani İsrailning avlodidan ozg'inisi Firavun va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Firavun zaminda, ya'ni Misr zaminida shak shubhisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar" dedi. Ular aytdi: "Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz, zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirg'in. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mu'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xush xabar beringlar" deb vahiy qildik. Musa aytdi: "Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun, ey Parvardigorimiz, Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin." Allah aytdi: "Ikkinlarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ularni Firavun va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Firavun g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman" dedi. Uningga deyildiki: "Hayotdan umid üzgüningda endi iymon etamsan? İlgari Allohga osilik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizamiz. Ya'ni sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar shak shubhisizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhisizki biz İsrail avlodini, ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqaradi. Mubodi sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan İncil nozil qilingan Yahudilar va Nasaralardan so'rab boqqin. Shubhisizki sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen hergiz Allohning oyatlarini inkor qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Undaq bo'lsang ziyon tarquvchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi.
ularga bütün möcüzeler ko'rsatilgan taqdirdimi qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib aytgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramon qildik. Agar Parvardigoring xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Allah azobga giribtor qiladi. Aytqinki, osmonlardagi va zimindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Menmu sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mu'minlarni azobdan qutqizdik. Mu'minlarni qutqizishga mushundoq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga batil dinlardan buyurilib, to'g'ri dinga yuzlangin. Mushriklardan bo'lmag'in. Allohni qo'yib, sana foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmag'in. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zangi zulm qilg'uvchilardan bo'lasan. Agar Allah sana birer ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dafi qilg'uchi bo'lmaydi. Agar Allah sana birer yaxshilikni iroda qilsa, Allah'ның fazlini qaytarg'uchi bo'lmaydi. Allah fazlini bandalardan xohlagan odamga yetkazdi. Allah bandalarining gunohini mag'firat qilg'uchidir. Ularga mehribondir deyildi. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haq din keldi. Kimiki hidoyat topadigan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimiki ozidikan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammad, sana nazlı qilingan vahiyga agashkin. Ya'ni uningga o'zing amal qilib, boshqalarga uni yetkazgin. Allah sen bilan ularning orasida hukm chiqargucha dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidig'in. Allah eng haqqoniy hukm chiqarguchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Hud 123 oyat. Mekkada nazlı bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmat bilan ish qilguvchi, hammadan xabardor Allah tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta,
aqida, ahkam, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan. Kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantirguchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni ömrünglar oxirlashib, ajlinglar yetkicha hayoti dunyodan obdan bahramon qiladi. Yaxshi ish qilg'uchiga qilgan yaxshilikning savobini beradi. Agar iymondan yuz o'risanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytsizlar. Allah har narsaga qodirdir. Rasulullah ular, ya'ni kafirlar Rasulullah Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yo'shirnish uchun yuz o'riydi. Rasla ular kiyimler bilan chumkinib olganlarida Allah ularning yo'shirun va oshkora ishlarini bilib turdi. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. Avlod ovozliq asarlari.